Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan Herkules velosipedimiz tayyor bo'lib chiqdi. Bir qator video obzor qilib tanishtirib boramiz. Razmer 28. Mana pakrushka kaploniy holatda. O'ta ham tiniq. Farasi LED fara bo'ladi. Oldida setkasi bor. Arkasida setkasi bor. Mana faralari, stoplari, galvi sidena, shu Herkules velosipedimiz kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Spesiyalari ham nержавейка. Skoru nechta edi shu kezda? 4 ta skorsli qulub kaliti bor. Deyarli yangi velosipedimiz mana. Chiroyli, o'ta ham priятный, oppoq. Kiyimlarni kiyib oppoqqina qilib minib yuraman degan aka-ukalarimiz bo'lsa mana tayyor, mazza qilib minas. 2.800.000 so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, faqat dastavkani pulini berasiz. Sizni oqtarib yurgan chiroyli, chiqib tushishga qulay velosipedimiz shu bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.